shu muhtaram prezidentimiz chin muxlislaring deb aytganimda har bir bo'lib o'tayotgan shu jang va holatlarni ko'rish bilan birgalikda oxirida chiqib mikrofonni olib gapirayotgan holatlarga ham guvoh bo'lib kelyapti. Ba'zi bir media haligi tryuklar deymiz, shuni haligi nima deb aytsam bo'ladi o'zbekchasiga. Shu yo'nalishda qanaqadir men haligi heyt deydimi, shuni ishlayman deb bachkana bir ba'zi bir holatlarni ham yo'lga qo'yib. Bu yerdagi nafaqat bu sportchini, butun davlatimiz O'zbekiston bayrog'ini ko'tarib, yerdagi nojo'ya gaplar boshqa qilgan bilan yurtimizni ravnaqini pastga tushirib qo'yapti. Shuning ustida qattiq ishlashimiz kerak birga. Amirxon deydi, san deydi, nimaga deydi. Qarachi, endi mitingni o'ziga qiziqlar-da. Qarachi, u ham buni qanaqa bo'lar ekan, vaqti zo'r bo'ladi, prosmotr ham dahshat bo'ladi, pul ham zo'r bo'ladi. Buni chertib ikkita-uchtasini aytayapti-da, u ham endi. Keyin men aytdimki, endi to'g'risi sportsmenga asosiysi pul-da aka. Men aytdimki, agar dedim menga keladigan bo'lsa, gap yo'q dedim. Zo'r gonorar beringlar dedim, chek dedim. Gap yo'q dedim, urishaveramiz dedim. Chunki erkak bilan menga вообще удобный-da. To'g'risi gap aka, uni qo'li o'y boshqacha bo'lsa ham, unaqa bo'lsa ham aniq o'xshab olaman aka men erkak bilan. 100% bilaman. Agar Alloh peshonamga yutqizsin deb yozmagan bo'lsa, hali shu gapingga javob ber deganlar ham bor-da aka bu narsaga. Lekin men ko'zim yetadi shu narsa. Endi sportsmen ko'raladi-ku, qaysi nimada ushlaysiz, qaysida nima qilasiz. Men shunda ko'ralaman. Erkak bilan urushishim kerak bo'lsa, aka, gazoy ham aka. Menga ham qiziq, aka, normalniy pul to'laydi. Yaktagonlik aka. Nimadirlik bo'lib olaman. To'g'risi, O'zbekistonda ham odamlar nimadirlar berib yuborsa kerak, erkak bilan tursa aka. Mashinami bilmayman, kreditga bo'lsa bo'ldi. 30 ta erkak bo'lganda vagonga ortib kelsa ham qo'rqmayman hech qachon. Nima uchun undan qo'rqishim kerak? Menda hech qachon zamni yo'q, meni bilgan biladi. Meni qanaqa ichimda hissiyot borligini. Men misoli bo'riman, bir o'zim qolsaman, 50 ta sherni o'rtasiga tushsam, o'ligim chiqsa chiqadi, lekin zadni bermayman. Hali gaplashamiz ular bilan. Hali bizdan hikoya tugani yo'q. Avval 29 ni hal qilib olay. Gol chiqsin, Shahzod gol chiqsin, o'zimiz bitta komanda bo'lamiz, xudo xolasa. Shahzod gol chiqsa, Abbaka, Shahzod gol, men, xudo xolasa yaxshi bitta komanda bo'lib, shular qo'shilib harakatni bosamiz inshaalloh. Shu gol chiqishini kutib o'tiribman-da. Xudo xolasa chiqadi. Akkauntiga o'tib, padishga qilib turinglar, xo'p. Iloji boricha obuna bo'lib qo'yinglar, gol